qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasının xabarlar programmasını görüşünlerni qizg'in qarshi olamiz. Atalmış Şinjanning hukumat raisi Erkin Tuniyaz Yevropa ziyaratidan voz kechgan. Cumhuriyetçiler Amerikaning diqqatini Xitoyga qarshi turishga qaratadigan vaqt keldi degan. Xitoy amonlik xodimi Angliyadan panohlik tilagan Uyg'urlarga josuslik qilish taklifini bergan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonining hukumat raisi Erkin Tuniyaz Yevropani ziyorat qilishdan voz kechgan. Epoch vaqtining 19 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Yevropa bilan yiriklashgan munosabatini yaxshilash uchun Yevropaga o'mak avatmoqchi bo'lgan. Ya'ni Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonining hukumat raisi Erkin Tuniyazni London va Paris qatorliq shaharlarga avatib, amaldorlar bilan ko'rishtirmoqchi bo'lgan. Ammo Erkin Tuniyaz qo'lga ilinishdan yoki tuvan darajalik amaldorlar bilan ko'rishib qilishdan andish qilib, Yevropani ziyorat qilishdan voz kechgan. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish maqsadida millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qilib, chekidan oshgan dafsanchilik yurgizgan bo'lib, Erkin Tuniyaz Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligida boshlamchilik rol o'ynagan bo'lg'achqa, Amerika hukumati tomonidan jazolangan. Sharq Turkistonliklarga vakillik qiladigan Sharq Turkiston sürgünde hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotiga vakolatan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodney Dekson apandi Angliya London shaharlik soqchi idorasi terrorlik bilan kurash qilish bo'limiga iltimos sunib, 1988-yildagi Angliyaning jinoiy ishlar adliya qonuniga asosan Erkin Tuniyazni qo'lga olish kerakligi haqida qoyil qilarlik bir delo o'tirg'i qo'yib, Erkin Tuniyazning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishida boshlamchilik rol o'ynaganligi uchun qo'lga ilinib jazolanishini talab qilgan. Undan boshqa Angliyadagi ba'zi parlament a'zolari va Uyg'ur guruhlari Erkin Tuniyazning kelishiga qarshilik ko'rsatgan. Qo'lga ilinish tahdidi ostida Erkin Tuniyazning Yevropaga ziyorat qilishi 14 fevral arafasida amaldan qoldirilgan. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining Angliya hukumatidan Erkin Tuniyazni qo'lga olib jazolashni talab qilib e'lon qilgan axborotdi. Sharq Turkiston sürgünde hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotiga vakillik qiladigan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodney Deksonning London soqchixonasi terrorlikqa qarshi turish bo'limiga Erkin Tuniyazni qo'lga olib jinoyatini tekshirib jazolashni talab qilgan iltimosi Asia Light, Watchdog, Cho'ng xabar turi qatorliq xabar kanallarida 17 fevral kuni tafsiliy xabar qilindi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligiga 1 yil bo'lganda, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidagi muhofizkor millat vakillari ittifoqdoshlarining Amerikaning diqqatini Rossiya-Ukraina urushidan Xitoyga qarshi urush qilishga qaratishga rahbarlik qilish vaqtining kelganligini aytdi. Washington vaqtining 16 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi Josh Hawley payshanba kuni Miros fondining aqllar ambarida so'zlagan so'zida Xitoyni markaz qilgan tashqi siyosatni qo'g'digan va Xitoyning borgan sari ilgirlayotganligini, Amerika va uning ittifoqdoshlari shundaqla ularning manfaatiga qarata cho'ng bir tahdid elib kelganligini, Beijingning iqtisodiy kuchi kundan kunga oshayotgan, g'aljirlashayotgan paytda Amerika tashqi siyosatining Tinch okeanga markazlashishi kerakligini, garchi Amerikaning aviamatkasi boshqa barliq davlatlarga qaraganda ko'p bo'lsa-mu, Xitoyning buningga qarshi mudofaa aslialarini taraqqiy qildirayotganligini, Amerikaning dengiz osti afzalligiga ega ekanligini, o't ochadigan qurollarning soni va uni o'rinlashtiradigan, yangidan remont qiladigan, tayyorlaydigan yerlarning intayin ko'p ekanligini aytdi. Xitoy amonlik xodimi Angliyadan panohlik tilayotgan Uyg'urlarga necha ming dollar badaliga josuslik qilish taklifini bergan. LBC xabar torining 20 fevral kunidagi xabariga qaraganda, LBC xabarlari Xitoy amonlikni saqlash gumonliq xodimining Angliyadan panohlik tilab yashayotgan Uyg'urlarga telefon qilib, 7-8 ming dollar badaliga normal xizmat vaqtida Xitoylar ehtiyoj bo'lgan atrofliq uchurlar bilan ta'minlashdek qulay bajaradigan xizmatning borligini aytib, josuslik qilishga taklif qilgan. O'zini Arman deb atashni xohlaydigan panohlik tilaguvchining LBC xabarlariga aytishicha, Xitoy amonlik xodimi uningdan Uyg'urlar to'plashgan mahalla yig'ilishlari va namoyishga qatnashib, uchur to'plashni talab qilgan. LBC xabarlari uningdan Xitoy uchun xizmat qilmaslikni so'raganda, bunday qilishning uning uchun vijdonsizlik ekanligini aytgan.
Sobiq diplomat, Tashqi ishlar Xitoy komitetining alayda maslahatchisi Charles Parton axborot mulozimatining birla nuqtaga markazlashmaydiganligini, boshqa fursatning borligini aytgan. İçki İşler Ministerligi bayonotida biz Angliyadagi yoshirin tahdidlarni o'zliksiz baholaymiz hamda Angliyadagi shaxslarning huquqi, erkinligi va bexatarligini qo'g'dashga astoydil muomala qilamiz degan. Yangi zamon siyosat falsafasining qurg'uchi mutafakkirlaridan faylasuf Jean-Jacques Rousseau shundoq deydi. Bir xalqda aslida davlatchilik bor bo'lsa, hukumat qurish ishi faqat shu xalqning elit sarkillarining soyasi ostida vujudga keladi. Rousseau yuqorqi so'zini yana ilgirlatgan holda, agar hukumat siyosiy elitlarning qo'lida quriladi desak, u chaqda mazkur elit sarkini qandoq belgilaymiz? Qaysi o'lcham orqali uning sarki yoki emasligini o'lchaymiz degan savolni qo'ydi. Onunca mazkur siyosiy sarkini tanishning yo'lining uning siyosiy prinsipda mazmut yoki emasligini dangsish. Umumining irodasiga, ya'ni bugungi biz ta'kidlab kelayotgan milliy irodaga ega chiqib chiqmayotganligini o'lchash ekanligini ilgari surdi. Albatta, farqli funksiyada xizmat qilayotgan o'xshamagan siyosiy tashkilotlarning bo'lishi, har birida sarkillarining o'rin tutgan bo'lishi aqalliy masala. Lekin tashkilotning vazni nuqtasidan olib aytganda, agar surgunda hukumatlar orasidan ilg'ashga to'g'ri kelsa, buning o'lchami mazkur hukumatning milliy irodaga vakillik qilayotgan yoki qilmayotganligi bilan o'lchash, e'tirof qilish yoki qilmaslikni buningga qarab bekitish, chuvish yoki isloh qilishni shu bo'yicha dangsash oqilonlikdir. Agar hukumat milliy irodaga vakillik qilayotgan bo'lsa, hamda uni texmi ilg'orlashtirib isloh qilish kerak bo'lgan taqdirda, uning yo'li changlashtirish, g'aldig'ashliklar bilan harmonlab buzish, pak bilan buzuqni sistema orqali nikoh bilan juplashtirish emas, aksicha buni isloh qilishning eng bexatar yo'li uni kuchaytirish va texmi cho'ng bir qurilma holatiga elib kelishga yaraydigan qo'llash va bor imkoniyatlarni o'rtoqlash orqali quvvatlantirishdir. Sunniy bilan aslini farq qilmasdan nuqul boshqa elning sistemlashib bo'lgan bir qism qurilmalarni, ya'ni boshqalar o'ziga mos keltirib pichqan kiyimni shu peti oriyatga elib kelib, mushuningga tushsang e'tirof qilinsan, bo'lmasa sen yaxshi deyishning o'zi hadsizlik, zo'rtalik va buzg'unchilikdir. Yig'ib aytganda, bundaq o'tirg'i chiqishlar maqsadning isloh qilish emas, suzilayotgan bir qurilmani atalmish birlish nomlari ostida dog'lashtirish, uning iqini oldidagi harakat yo'nalishini burash, putqo'lini tushakash urinishidan boshqa ish bo'lmaydi. Xarakterining turg'un va suvlatqilarni yig'ib to'ngiltib muz yasab, orqadan uningdan dog'dam ketayotgan iqin suvga qarshi tug'an yasashdek bir ish ekanligi aniq bo'lgan bundaq bir urinishlar ichidan qamlashtirolmaganda teshidan chumoq silib, o'rinsiz sun'iy fantaziyalar orqali hapilishlar isloh qilish emas, imo qilish ujuqtirishdir. Qurish emas, o'rishdir. Ihyo qilish emas, ifsod etishdir, ya'ni buzishdir. Tarixiy saboqlarmi, siyosiy saboqlarmi, aqliy tahlillarmi navbatdagi ishni surgunda hukumatdan boshlash otliq projening asli xarakterining nimaligini yuqorqida xulosa qilib turibdi. Shundaqkan, masalani shirkat yoki tijorat jidali kabi ikki taraf masalasi sifatida qarab tomosha ko'rish qancha mas'uliyatsizlik hisoblansa, oq-qora aniq turgan bir ishlarda masalani yana kelib hukumat masalasidan iborat Sharq Turkistonliklarning siyosiy taqdiriga munosabatli harakatlardagi tugunlarni go'yo taraflarning o'zaro ishida qarab tashlab qo'yish, moyatda avlod nasllarining taqdirini ashu so'z egisi bo'layotganlarning mojirolariga tashlab qo'yishdan farqi yo'q bo'lgan angsizlikdir. Bunday qilishmi o'z navbatida siyosat ko'chasidagi van kampirlarning chapchiligini bozor topqizishga, fasodchiliklarni keng tasha yeyishga ko'rurman bo'lishdan boshqa ish bo'lmoqsi. Sura Baqaraning 11 va 12 oyatlarida shundoq deyiladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qiluvchilarmiz deydi. Agah bo'linglarki, haqiqatan ularning o'zlari buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Burhan Muhammadning siyosat do'qmishining van kampirlari nima deydi nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.